Kim nima desa, sevgi bu pul. Короче, men yaqinda sevgi nima degan storysimga savol qo'ydim. Mana bunaqa javoblar keldi menga. Hamma javob bo'ta har xil dunyoqarash bo'yicha kelgan, har xil fikrlash, o'zida bo'lgan sevgilar bo'yicha kelgan. Lekin men aytmoqchimanki, ayol emas, erkaklar sevgisi bo'yicha gaplashaman, chunki men ayol kishiman. Erkak kishi sizga sevgisini ko'rsatadi, qachonki agar u sevib qoldi degani, siz bilan bo'lgan vaqtda ko'proq pul ishlashga harakat qiladi. Ko'proq harakat qilishga harakat qiladi. Chunki erkak kishi shunaqa sizga yaxshi hayot beradi, yaxshi hayot berishga harakat qiladi. Ko'p ishlaydi. Masalan, men buni o'zimda ko'rdim. Men erimni amaklarim aytadi. Sani dotda ering bilan turmush qurishdan oldin, ya'ni u avval xotini yo'q paytda uchratishidan oldin bunaqa ko'p ishlash harakat qilmagan bo'lgan. Men uchratgandan keyin amaklarim aytadi. Rosa ko'p ishlash harakat qilyapti, ko'p pul ishlashga tanga yaxshi hayot berishga harakat qilyapti deydi. Anaqa erim aytadilar. Sani uchratganimdan keyin ishlashga motivatsiyam oshdi. Sanada ko'proq pul topishga, senga ko'proq yaxshi hayot berishga harakat qilaman deb aytayotdilar-da. Xohlaymanki senga ko'proq yaxshi narsa bo'lishini. O'shaning uchun menda harakat ko'paydi deydilar. Bu 100%. Agar erkak kishi sizni sevib qolsa, harakat qiladi ko'proq pul topishga, ko'proq sizga berishga, sizga yaxshi hayot yaratib berishga 100% harakat qiladi.